Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga bomba yangiliklarni olib chiqqanmiz. Yangi qanaqangi telefonlarda ham zo'rlari keldi. Xudo xolasa bitta ko'rib baho beringlar. Yangiliklardan birinchi boshlaymiz. Modelifonni bitta ko'rib e'tibor beringlar mana. Hozir ishlashini qaranglar. Bu yerdan mana ovozlarni ham baralla turasizlar. YouTube'da bemalol bu telefonni ishlatsalar ham bo'ladi. Kameralarni ham bitta ko'ringlar. Orqada bitta kamera bor, oldida bitta kamera bor. Dual. Bu firma Redmi kompaniyasidan chiqadi. Redmi'ni o'zini telefoni F25 degan modeli. Telefon juda ham zo'r ekan. Mana ishlashlarini bitta ko'ringlar. Tepa sensorlarni nazoratlarda hissalaring mana chiqaveradi. Ishlashi yoki sensor bilan bir xil mana. Hop. Hop. Javobi tepa sensor lekin qatimayapti. O'zim ham ishlatib ko'rdim. Sifati zo'r ekan. Kamerasini ham bitta ko'rib baho beringlar mana. Kamerasini oling yaqinroq. Kameralari ham tiniq olib beryapti. Oldi kamerasini ham bitta ko'ringlar-da mana. Zo'r joylangan oldi kamerasi. Qaranglar mana. O'zimni ko'rib turibman. Kamera metta joylashgan ekan. Telefon lekin bomba 6 ga 128 talik xotira. Xotira ham kichkina emas. Kompaniya ham yaxshi kompaniyaniki. Redmi kompaniyasidan chiqqan Dual. Narxi $145. Hali sensordan charchagan mijozlar uchun internetdan ham uzilib qolmaysiz. YouTube, Instagram, Telegramga ham bemalol kiradi. Ham knopchniy variant bemalol ishlataverasiz. Vaqtlaringni tejagani yaxshi. Sensordan charchaganlar uchun. Bu qimmatli qiladi menga degan mijozlar uchun ularni ham o'ylab sal arzonroq variantni olib kelib berdik. Qiyin F22 ni o'zi. Hop bunda kamera bo'lmaydi, lekin ishlashi bir xil. Buni ham mana tepa sensor, Instagram, Telegram, YouTube bu ham ochadi. Ikki xil varianti bor. 16 ga 2 ga 16, 3 ga 32 lik varianti bor. Buni narxi xo'p, 2 ga 16 ligini narxini $70 chiqadi. Narigi kattarog'i $85 qilib beryapmiz. Bu ham lekin udobniy, qo'lga o'rnashtirgani ham ixcham. Mana shu kompaktniy telefon. Xo'p, endi bundan zo'ri qaranglar. Xitoy yorib yuboryapti ishlashda. S25 Ultra'ni minisi 17 Pro Max minis. Telefon lekin bomba ekan. Buni ham ishlashini qarang, sensorini. Sizga qanaqa telefonlar topib berayapman. Kamerani qarang mana. Videoga olishini qarang mana. Ko'ryapsiz-a? Tiniq olyapti. Ishlash lekin konkretniy zo'r. Instagram, Telegram, YouTube'ga bemalol kiradi. iPhone mana birga bir qilib ishlagan. Ko'rinishlari chista iPhone. Narxi $50. Dastavkalari ichida. Buni adashtirmanglar. Bu katta varianti. Buni kichikroq varianti ham bor. Arzonroq chiqadi, lekin kattasi ishlatishga qulay. Mana kichkina varianti ham o'zimda bor. Hozir ko'rsataman sizga. Mana qarang, razmerida. Razmeri 2 xilligi. Bu kattaroq varianti $50 qilib beramiz. Xo'p, keyin yangi chiqqan yaqinda mana sotuvga Galaxy Tab A11 Plus 5G plansheti. Bu yangi, absolutni hali ochilmagan 6 ga 128 xotirali $280 ga qilib beramiz. Xudo xolasa buni obzor qilamiz deb turibmiz. Obzorni ko'rib, like box esdan chiqmasin. Bundan oldin Note 15 dan obzor qildik. Kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa hamma telefonni qo'llangancha yangi chiqqan telefonlar obzor ham qilib, live hacklarni ham qo'yib boramiz. Zo'r live hacklar. Hozir bizdan 17 Pro Max'lar bor sotuvda. Holatlari endi ular yangi, vakuum, pachka, yuz yomkiz, 256, 512 taligi bor. 256 taligi $1600 qilib beryapmiz. 512 talikda $1750 qilib beryapmiz. Orange svetini. Xo'p, 17 Pro o'zi ikkita sim kartasi o'tgan $1470 qilib beramiz. Xo'p, keyin 16 Pro dan boshlaydik mana. 89 yomkizda ikkita sim kartali holati salsa shilingan joylari bor ekan yonlarida. Narxini lekin $830 ga ikkita sim kartasi o'tgan 256 talik 16 Pro sizga qilib beramiz. Bemalol xarid qilaverasiz. Xo'p, 15 Pro Max 88 yomkizda holatlar ideal holatda shilingan, qirilgan, chizilgan joyi yo'q. $805 ga sizga shunday qilib beramiz. Buni yomkisi pastroq ham bor. Xo'p, uni narxini $790 qilamiz. Holati bir xil. Xo'p, keyin bitta 14 Pro kelib qolgan, qaranglar. Buni narxi vashi kepay narxida arzon qilib beramiz. Yomkisi 82, 256 talik sim karta, eSIM ham o'tgan, lekin holatlarda petnolari borligi uchun narxini 14 Pro narxidan ham arzon qilib beramiz. $500 ga atiga.
14 Pro Max 256 talik. 14 Pro o'zi ham 560-570 dollar sotilyapti. Bu 500 dollarga 14 Pro Max olasiz. 256 talik sim, eSIM imekadan o'tgan 100%. Xo'p, keyingi telefonimiz 14 Pro o'zi. Yo'llari yaxshi, holatlari 76 yo'mkisda narxini 510 dollarga qilib beramiz. Dastavkalar ichida bo'ladi. Imekasi bitta o'tgan xolos, ama eSIM o'tmagan buni. 13 Max 82 yo'mkisda Zara region ikkita sim karta slotini o'ziga tushadi. Ikkalasi imekadan absolyutni 100% o'tgan, holatlari yaxshi holatda. Xo'p, buni narxini sizga 520 dollarga qilib beramiz. Xo'p, 13 so'rayotgan mijozlarimizga 13 da 128 tali 77 to'mkisda green rangida holatlari, mana bu yerda sal bitta kichkina petnosi bor ekan, sal. Xo'p, buni narxini 335 dollarga qilib beramiz. 12 Pro'lar bor. 3 xil, 4 xil variantlari bor. 12 Pro'larimiz 300 dollardan 320 dollargacha chiqqan. Gold svetini qarang. Qanaqa ekan ama. Bitta ham petnosi yo'q. Yo'mkisi necha ekanmi? Yo'mkisi orqasi yozilmayapti. Ostida ko'rib beraman. Yo'mkisi 86 ekan. Xo'p. Joyi 256 tali. 256 tali 86 yo'mkisi. Narxi bu ham 320-310 dollar atrofida chiqyapti. Yangi olib qolinibdi. Xo'p, keyin mana bugun yangi kelgan yukimiz, qaranglar mana 12 keladi, o'zi keldi. Ammo holatiga gap yo'q. Sim plus eSIM o'tgan 64 tali, yo'mkislari ham 88, 89, mana bu 89 ekan. 91ligi ham bor mana. Xo'p, bular narxini sizlarga atiga 250 dollardan qilib beramiz. Dastavkalari ichida. Holatlari tiniq holatda bo'ladi. Yo'mkislari ham zo'r bo'ladi. 128 talik ham bormi degan uchun qizil. Buni ham holati yaxshi. Buni yo'mkisi lekin pastroq, 78 yo'mkisda. Xo'p, buni narxini sizga 270 dollar qilib beramiz. Joy kattaligi uchun 128 talik. Lekin 12 larda ham osalayin bo'laveradi. Narxi rasa tushdi. Narxi zo'r. 250 dollarga 12. 11 da narxida pastlik. 11 Pro 96 yo'mkisda holati zo'r. Xo'p, buni narxini sizlarga 250 dollar qilib beramiz. 245 qilib beramiz, xo'p, mayli. Xo'p, 256 talik bo'lsin deylik. 85 yo'mkisda mana green rangda holati zo'r holatda turibdi. Buni narxini sizlarga 275 dollar, 256 talik 11 Pro. Qaranglar, narxi ham juda ham zo'r. Xo'p, bu ham yangi qonunni 64 talik ekan. Bu ham o'sha 245 dollarga qilib beramiz. Holatlar zo'r. Xo'p, 11larni bitta ko'rsatay mana sizga holatini. Ikkita sim karta Primo tushadi. Xo'p, 128 talik ikkita sim karta Primo tushadigan 100 yo'mkisidan sizlarga 245 dollardan dastavkalar ichida qilib beramiz. Narxlari ham ancha tushirdik. Xo'p, 80 yo'mkisli bor. 230 dollarga qilib beramiz. Sim plus eSIM imekadan o'tgan. 64 talik bormi deganlar uchun mana buni ham holati tiniq, ideal holatda. 87 yo'mkisda 200 xo'p 20 dollarga qilib beramiz. Dastavkalar ichida imekadan 100% o'tgan bo'ladi. Bular hammasi bemalol o'zimizga aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, keyin mana S23 da ham bitta ko'ringlar. S23 ham kelib qoldi. Holati ham tiniq, ideal ekan. Sim plus eSIM o'tgan ekan. eSIMni bilasizlar, 4 tagacha sim karta ulasa bo'ladi. eSIM qilib 8 ga 256 lik oq rangda, lekin petno yo'q, tiniq holatda. Buni narxini 360 dollarga qilib beramiz. Dastavkalar ichida bo'ladi. Xo'p, keyingi telefonimiz S22 Plus'lar mana. S22 Plus'lar buncha ko'proq ekan. 4 xil varianti bor. Oq, green, pushti. Xo'p, bular holatiga qarab chiqadi. Misol tiniq holatdagilar 300-310 dollargacha. Xo'p, holati uringan pushtilari mana holati yaxshisi pushti ham bor. 270-265 dollar qilib beramiz. Holatiga qarab yozsalaring, holatini, narxlarini aytib tashlab beramiz videoda. Video qilib Telegramda dastavka bepul bo'ladi. Mana keyin 22 ni o'zi bor. 22 lar ama holat hammasi xudo xolasa tiniq. Green, fioletoviy mana 8256 xotira bo'ladi. Bilasizlar, o'zlaring 3700 mAh akkumulyator bilan jihozlangan, juda ham qo'lga o'rnash udobniy, zo'r smartfon. Bitta qo'lda bemalol ishlatish imkoniyatini beradi. Qaranglar. Hali qo'li kichkina odamlarga ham zo'r, udobniy. Misol menga ham mana zo'r tushadi mana.
Bundan katta olib ketsa, tepani tushirgani ham qiynalayman. O'zi bundan qiyinchilik bo'lyapti. Lekin ishlatib hali cho'ntagiga solib yurgani ba'zi kunlar isishni boshlaydi yaqinda. Cho'ntagida ham hali borligi ham bilinmaydi. Yengil bo'lib yuraveradi. Xo'p, narxini $265 qilib beramiz. $260 ham mana qilib beraveramiz. S22 lar holat tinig'ini. Xo'p, S21 Plus. S21 Plusda sizlarga xo'p buni sal arzonroq varianti $190 qilib beramiz. Sababi nimasidan? Holat tiniq, lekin sal ekranda sal bilinmas bilinar pechatib olish uchun zaryadkasi o'chib qolibdi. $190 qilib beramiz, lekin yonlarida unaqa uringan, shilingan joyi yo'q. Koreyadan bilasizlar, pechatligi ham kelib turadi, hadeb tinig'i kelavermaydi. Karislar ham qo'shib beradi. Hop, S21 lar. S21 tiniq holatdagisini $190 ga bitta ikkita bunaqa sarg'ilob izlar chiqib qolgan, lekin yonlarda petnolari yo'q, ekranlarda soyalari, dog'lari yo'qlarni $180 dan qilib beramiz. Xo'p, Note 20 Ultra 12 ga 256 lik 4,5 mAh akkumulyator bilan jihozlangan, imekasi o'tgan 100%, narxi $270 ga qilib beramiz. Ammo holati o'ta ham ideal. Bitta ham sarapina yo'q, ekranlari ham chizilmagan. Keyin kompaktni, elegantni bo'lgan, hali qo'lga zo'r tushadigan, ham o'zi ham ingichka, ekranlari ham H bo'lgan, S Pen ruchkalarigacha bo'lgan Note 10 ni qaranglar. Mosfeti, masalan, trend svet, aura deyiladi. Bu qaranglar, tovlanishini har xil rang bo'lib ko'rinadi qo'lingizga olganingizda. Hop, 12 ga 256 lik 5G ni qo'llab-quvvatlaydi. 3,5 mAh akkumulyator bilan jihozlangan, UZM'dan 100% o'tgan. Oq ranglisi ham lekin tiniq, urinib ketmaydi ancha-muncha. Narxini $168 dan qilib beramiz. Hop, S10 5G o'sha Koreyaning o'zini legendarniy smartfoni bo'ladi. 8 ga 256 lik 4,5 mAh, batareyalar ham juda ham zo'r yetib beradi. Hop, telefon o'zi ashi zo'r chiqqan, Koreya o'zi uchun chiqargan. Ba'zida misol ofitsialniy variantini sotuvda umuman topolmaysiz. Hop, buni narxini sizga $175 ga ideal holatdami, lekin buni holatni bitta ko'ringlar mana. Holat ideal holatda endi $175 ga chiqarib beramiz. Hop, keyin mana Samsung Galaxy A56 misol uchun yangisi $365, 8 ga 256 tanisi. Atiga 20 kun ishlagan. Umuman bitta ham petno tushmagan, holat tiniq holatda turibdi. Qani $310 ga qilib beramiz. Tiniq holatda. Siz qani shunda $55 arzoniga olasiz. Bu degani 650 ming, 700 ming arzoniga yangi holatdagidaqa 55 olib ishlatasiz. Korobka dokumentlari bor. Hop, A54 8 ga 256 lik imekalari o'tgan, ikkita sim kartali Vietnam variant. Hop, buni holati ham yaxshi holatda $165 ga qilib beramiz. $175 ga, uzr, adashib ketdim bunga. Hop, keyin mana M33. Bu sal metta petnolari bor uchun arzonroq qilib beramiz. Narxini $90 ga dastavkalar ichida qilib beramiz, lekin bog'lari hamma yo'q, cho'tki ishlab turibdi. 6 ga 128 xotira bo'ladi. 5000 mAh akkumulyator bilan jihozlangan, lekin ishlashlari zo'r. Keyin buni qiziq tomoni 120 Hz qo'llab-quvvatlaydi. M33 shu varianti ham zo'r hali. 120 Hz bilasizlar, tez ishlab beradi. Ekran tezligi. Hop, Redmi da 200 megapiksellik kameraga ega bo'lgan Note 13 Pro modeli, mana qaranglar. Green svetda, holati tiniq, korobka dokumentlari bor. Narxi $155 chiqqan. Keyin undan bitta oldingi bakaliniyasi Note 12 Pro 8 ga 256 lik. Bunda 108 megapiksellik kamera, AMOLED displey. Hop, 5000 mAh akkumulyator bilan jihozlangan, korobkalari bor. Narxi ham zo'r, $125. 8 ga 256 lik, ikkita sim karta tushadi. Ikkosi ham imekadan 100% o'tgan. Xo'p, keyin mana yangi modellardan, hamma modellardan bor. Ko'ryapsizlar, hozir internetda trend bo'layotgan Honor X9 da 5G 12 ga 256 talik varianti $340 qilib beramiz. Otib olsangiz ham, suvga solsangiz ham ishlayapti. Ko'ryapsiz, suvlarga solib, qo'llardan irg'itib olsangiz ancha-muncha ishlamayapti. Hali ancha himoyasi kuchli. Gorilla Glass Victus'lar, anaqalar stiklovlar qo'yib, ancha himoyani kuchaytirgan. IP68 bo'lsa kerak, suvga chidamliligi ham, suvga ham solib bemalol ishlatishyapti. Keyin buni Honor X7D degan varianti bor. 8 ga
256 talik 180 dollarga qilib beramiz. Bu ham Honor hozir pishiqlik bo'yicha ancha smartfonlar orqaga qoldiryapti. Narx borasida ham, misol narx qarang, 340 dollarga sizga ancha kuchli unaqani beryapti. Hali ancha kuchli telefonni arzon narxda tavsiya qilyapti Honor. Sonra hozir Redmi Note 15 ni ham videolarni ko'rgan bo'lsalaring, o'zi obzorni o'zimiz ham qildik. O'zini obzorida ham telefonni ancha baquvvat ishlayapti. 1 metrdan ham qo'lingizdan tushib ketsa ancha muncha sinmaydi deyapti. Note 15, Note 15 Pro'larda ancha himoyani hali kuchaytiribdi. Bitta mana ochiq varianti ham bor. Bitta ochib ko'rsatib beraman sizga. Ko'rmagan bo'lsangiz agar Note 15 ni. O'zi qanaqa chiqqan. Lekin Note 15 ni birinchi ochganimda o'zim Note 14 Pro ni menga bittada eslatdi. Note 14 Pro xuddi shunaqa dizaynda chiqqan. Mana ma'lumoti qarang. 6000 mAh batareyka bilan jihozlangan. AMOLED displey, IP64 bilan himoyalangan. Suvga 108 megapikselli super kamerasi bor ekan. MediaTek Helio G100 Ultra prosessor bilan jihozlangan. Hop, o'zi telefonning ko'rinishi. Orqa tomondan Note 14 Pro ni o'zi oldi tomondan ham qarang, shunaqa H bo'lib chiqqan Note 15. Telefon lekin yaxshi, zo'r, menga yoqdi. Ancha o'zim videosini qo'ydim. Bitta ko'rib o'tib ko'rishlaring mumkin obzorini. Yo'qsa, narxlari buni 205 dollar, 6 ga 128 talisi, yangi 1 yil garantiyasi bor. Xo'p, keyingi telefonimiz A56. A56 Samsungda eng xadavoy bo'lib turgan telefon. 8 ga 256 talisi 365 dollar, 8 ga 128 talisi 330 dollar. O'zbekiston bo'ylab bepul dostavka qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Xo'p, bugungi telefonlar ham shular edi. Bundan tashqari kecha kuni Toshkentdan yukdan keldik. Qaranglar, polni aksessuarni yana to'ldirib berdik do'konni. Hamma narsa borda, bemalol zakaz qilinglar. Mobilograflar uchun mana qaranglar, original stabilizatorlar bor. Professionalniy, hali boshlang'ichdan tortib professionalligacha bor. Mikrofonlar ham mana boshlang'ich blogerlardan professionalniy blogerlargacha ishlatadi. Hozir mikrofonlardan mana tushib ham ketdi. Sizlarga ko'rsataman, mana. Keyingilari bular. Hop, bemalol do'konimizga kelaverasizlar. Arzon narxlardan qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab hamma narsani bepul yetkazib beramiz.